baribir odam bo'lmaysa, odam bo'lib nima qilaman? Nima qilaman odam bo'lib? Odam bo'lib ko'rdim-ku. Odam bo'lib onasimizga oq ko'ylak kiyib erga tegdim. Nima bo'ldi? Bo'lmadi. Hozirgi zamonda odam bo'lish problema. Bilasizmi, odam bo'lmasa kerak. Gazini bosish kerak onasini hepsini. Bir sezim chalabsiz, birma sezim chalabsiz. Siksalaring ham xotin bossilar, sikmasalaring ham xotin bossilar. O'shaning uchun qilinglar, qilmaylarmas. Qimmat odamlar uncha-munchasi yetolmaydigan omlarni qilinglar. Sizlar sikkan om bilan bir joyga borib o'tirsalaring, onasini sizga kecha mana nima sikuvdim deydigan om bo'lmasin. Onangizga mana olib yurgan qizini qarab, bilat, qaniydi menda ham bir shunaqa shans bo'lsa deydigan omlar bilan gaplashinglar. Jo'ra, anavi kecha borib kelgan joyingda qiz bo'shmagan, yangilari kelibdimi, bir so'ra deydiganlar bilan bo'lmaylar. Bo'lmaydi. U xalqniki, xalq mazza qilyapti. Sizlar boshqacha bo'lar. Qadrlaringga yetinglar. Mana badanda bor-ku, avaylaylar, asraylar. Men shunaqaman. Men o'zimni juda sevaman. O'zimga juda qarayman. Ko'chada bo'lamanmi, efirda bo'lamanmi, real hayotda bo'lamanmi, menga uncha-munchasi gapirishga duxi yetmaydi. Shunaqa ayollar bilan gaplashinglar. Ko'ngillaring to'q bir joyga ketaverasizlar. Bir joyga ketsalaring, xayollaring boyaginaqa xalq ko'rayotganlar bilan gaplashsalaringda, mana hamma qilib yurganlar bilan gaplashsalaring, bir joyga uni tashlab ketasizlar-ku, onangizga birovga siktirib qo'ymadim ekan deb xayol bilan borib kelasiz, borib kelgan joyingizga. Ko'nglingiz to'q qachon bo'ladi, bilasizmi? Men ishonaman, meni o'zim zo'rg'a erishdim, bunga hayotda birov bir nima qila olmaydi, bu joyini solib tashlaydi, birov gapirsa ham deb ko'nglingiz to'q ketasiz, orqangizga qaramay. Boya bir pachka sigaretga, bir baklashka pivaga berayotganlarga o'ylab borib kelasiz. Onasining emsin birovga siktirib qo'ymadim ekan, uyga odam olib kirmadim ekan, men bechora qo'tta qo'shib kvarplata to'layapman deysiz.